Samsung 75U8000 modeli. Bu modelimiz Vyetnamda ishlab chiqarilgan. Asosiy xarakteristikasiga keladigan bo'lsa, 75 dyum, ya'ni 189 cm hisoblanadi. 4K UHD bo'ladi. Piksellari 3840 ga 2160 bo'ladi. Oddiy LED display, ya'ni kristal UHD. Chastota obnovleniyasiga keladigan bo'lsa, 60 Hz. Bu oddiy kanallarni va kinolarni ko'rish uchun ideal Hz hisoblanadi. Eslatib o'tamiz, bu o'yinlar o'ynash uchun mo'ljallangan televizor emas. Kristal protsessor, 4K, upscaling ham bor. Ya'ni bu upscaling nimani beradi? Pastroq Hzga keladigan chastotalarni o'ziga to'g'irlab, tasvirlar ancha yaxshilanishiga sabab bo'ladi. HDR+, HDR10+ larni podдержка qiladi. Kontrastnosti o'ziga yarasha juda yuqori hisoblanadi. Ovoziga to'xtaladigan bo'lsa, ovozi 2 kanalli, 20 Watt, ya'ni har bitta kanalida 10 Wattdan ovozi bo'ladi. Ovoz ekranga moslashadi. Q Symphony funksiyasi bor. Bu Samsung soundbarlari bilan juda yaxshi chiqishadi. Smart funksiyalariga keladigan bo'lsa, operatsion tizimi Tizen, Wi-Fi ga ulanadi. Bluetooth 5.3, YouTube, Netflix va boshqa hamma ilovalarga bemalol ulanadi. Yana bitta afzalligidan bittasi AirPlay, ya'ni iPhone uskunalariga bemalol muammosiz ulasanglar bo'ladi. Smart Things funksiyasi bu aqlli uy, ya'ni umni domlarni aynan shu televizordan boshqarsanglar ham bo'ladi. Qo'shimcha tashqi konsoldan ulaganinglarda o'yinlarni bemalol standart o'yinlarni o'ynasanglar bo'ladi. Lekin bu televizor gamerlar uchun emas, ya'ni 120 Hz emas, aynan 60 Hz da ishlaydi. Portlarga to'xtaladigan bo'lsa, HDMI 3 ta porti bor, USB bitta porti, LAN porti, ya'ni Wi-Fi ga ham sim bilan ulasanglar ham bo'ladi. Aynan shu narxga Xitoy brendlaridan Prince'ga yo'q deydiganlar uchun Samsung Vyetnamda ishlab chiqarilgan aynan shu modelini tavsiya qilgan bo'lardik. Maqtanmaymiz, narxlari xudo xolisa eng zo'r narxlarda bo'ladi. Narxini bilish uchun profilimizda Telegram kanalimizga o'tib, bemalol narxini bilib olishingiz mumkin. Aloqada bo'lamiz. Telefon raqamlarimiz ham yozilgan.